Savol ketyapti, mani xotinim boshqa birov bilan yuradi, buni bilaman. Shuni bilib turib ajrashdim. Farzandimni ham tan olmaydigan vaziyatda bo'lib qolsa qanaqa qilaman? Agar sizni farzandingiz ekanligiga shubhangiz bo'lsa, siz bemalol otalikka e'tiroz qilishingiz mumkin sud orqali. Otalikka e'tiroz qilsangiz, DNK qilinadi, sizni farzandingiz bo'lmasa, demak sizni yozuvlaringiz otasi degan yozuvlar o'zgartiriladi va siz alimentdan ozod bo'lasiz. Lekin agar siz metrkada otasi bo'lib turibsizmi va siz otalikka hech qanaqa shubhangiz yo'q, e'tiroz qilmayapsizmi, demak siz majbursiz 18 yoshgacha aliment to'lashga. Uni onasini turmushidan, onasini o'zini holatidan yoki har kun er almashtirayotgan bo'lsa ham siz farzandingizga to'lashga majbursiz. Bu majburiyat. Bu oila kodeksida belgilab qo'yilgan majburiyat. Faqat ota emas, agar farzand otada qolsa, ona majbur. Ikki taraf ham majbur. Bizda endi ko'pincha onada qolgani uchun hamma o'ylaydi faqat otada. Yo'q, agar farzand otada qolsa, ota erkaklarimiz endi bizani baribir or nomus deydi, ko'pincha bermaydi alimentga. Lekin farzandsiz bilanmi, ona majbur. Chunki ikkita taraf bir xil huquq majburiyatga ega. Ona aliment to'lash kerak. Tajribamda juda ko'p naqalar bo'lgan ona aliment to'layotgan holatlar. Ba'zi payt 18 dan keyin ham to'lash holatlari bor. 18 yoshgacha belgilangan qat'iy alimentdan tashqari, masalan, operatsiya bo'ldi deylik, bolaga reabilitatsiya kerak bo'lib qoldi, favqulodda nimadir holat bo'ldi. Ular bo'yicha ham isbotlovchi dalillarni agar ayol sudga taqdim etsa, uni ham to'laverasiz. Chunki u sizni farzandingiz va siz majbursiz uni oldidagi burchingizni bajarishga. 18 yoshdan keyin u mehnatga layoqatli daromad topishni boshlagan paytida siz mehnatga layoqatsiz bo'lib qolsangiz, huquqingizni talab qilib siz ham qayta undirib olasiz. Bemalol sizdan moddiy ta'minot o'sha farzandingizga olishga haqli bo'lasiz. Ayollar men oldimga keladi, men aliment olmayman, tinchgina olmayman, shtop ertaga meni erim undan bolamdan keyin talab qilmasin deydi. Aliment olmaganligi otani ertaga undan aliment talab qilmasligiga asos emas. Agar qachonki u ayol alimentga berdi, lekin u ota to'lamadi, shuni asos qilib turib ayol otalikdan mahrum qildirishga sudga bersa va sud buni otalikdan mahrum qilib bersa, anundan keyin u farzand hech qachon otani moddiy ta'minlamaydi. Ya'ni ota o'zini huquqidan mahrum bo'ladi. Hech qachon bolasidan na meros huquqi, endi bo'lishi mumkin-ku boladan, farzanddan ham meros, na moddiy ta'minot olish huquqi, na uni parvarish qilish huquqi, hech qanaqa huquqi qolmaydi. Otalik huquqidan mahrum bo'lsa.